Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Hech o'ylab ko'rganmisiz, nima uchun ba'zan og'ir jismoniy mehnat qilmagan bo'lsangiz ham kunning yarmiga kelib o'zingizni xuddi tosh tashigandek charchagan va behol his qilasiz? Tez-tez diqqatni jamlay olmaslik, oddiy narsalarni ham unutib qo'yish va surunkali uyquchanlik sizni qiynaydimi? Ko'pchilik buni vitamin yetishmasligi, ob-havo yoki shunchaki ishning ko'pligi bilan izohlaydi. Ammo neyrobiologlar va bosh miya tadqiqotchilarining xulosasi boshqacha. Biz har kuni o'zimiz bilmagan holda hatto foydali deb o'ylab, miyamiz quvvatini abgor qiluvchi odatlarni takrorlaymiz. Odam bosh miyasi tana vaznining juda kam foizini tashkil qilishiga qaramay, organizmdagi jami energiyaning 20% dan ortig'ini iste'mol qiladi. Bu juda katta ko'rsatkich. Sizning ichki quvvatingizni qaysi yashirin viruslar so'rib olayotganini bilishni istasangiz, kundalik odatlarni tahlil qilib chiqamiz. Zamonaviy dunyo bizdan bir vaqtning o'zida hamma narsaga ulgurishni talab qiladi. Kompyuterda hisobot yozish, telefonda mijoz bilan gaplashish, orada ijtimoiy tarmoqdagi xabarlarga javob qaytarish va choy ichish bu ko'pchilik uchun muvaffaqiyatli inson qiyofasidek tuyuladi. Biz o'zimizni juda mahsuldor his qilamiz. Aslida esa neyrobiologiya nuqtai nazaridan odamning miyasi bir vaqtning o'zida ikkita faol fikrlash jarayonini bajara olmaydi. Siz bir ishdan ikkinchi ishga o'tganingizda miya ular o'rtasida juda tezlik bilan yonib o'chadi. Stanford universiteti tadqiqotlariga ko'ra, multitasking, ya'ni ko'p vazifalilik bilan muntazam shug'ullanuvchi odamlarning diqqatni jamlash qobiliyati oddiy odamlarga qaraganda 40% ga past bo'lar ekan. Eng yomoni bir vaqtning o'zida bir nechta ishni qilish miyada stress gormoni kortizolni keskin oshiradi. Miya har bir yangi vazifaga moslashish uchun juda katta miqdorda glyukoza sarflaydi va soat 14:00 larga kelib quvvatingiz butunlay tugab qoladi. Xo'sh, bu muammodan qanday qutulish kerak? Ishlarni zanjir usulida bajaring. Bitta vazifani boshladingizmi, uni kamida 25-30 daqiqa chalg'imasdan bajarib, keyin ikkinchi vazifaga o'ting. Ikkinchi odatimiz: dam olish vaqtida telefon tutkilash. Ishdan yoki o'qishdan charchadingiz. Miyaga dam berish uchun qo'lingizga telefonni olasiz va Instagram, Telegram yoki YouTube lentasini varaqlay boshlaysiz. Sizningcha bu vaqtda tanangiz o'tiribdi, demak miya ham hordiq chiqaryapti. Aslida esa bu miya uchun dam olish emas, balki axborotli bombardimondir. Siz ekranni pastga surganingizda miya soniyaning 100dan 1 ulushida yangi rasmlarni, videolarni tahlil qilishi, matnlarni o'qishi va ularga hissiy baho berishi kerak bo'ladi. Bundan tashqari har bir yangi kontent, qiziqarli video, qisqa hazil miyada dopamin gormonining qisqa muddatli chaqnashini chaqiradi. Miya bu arzon va tezkor lazzatga tez o'rganadi va tez orada oddiy kitob o'qish yoki chuqur fikrlash talab qilinadigan foydali ishlar sizga zerikarli tuyula boshlaydi. Psixiatriya sohasidagi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kunduzgi qisqa tanaffuslarda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish miyaning kunlik ma'lumotlarni qayta ishlash qobiliyatini 30% ga susaytiradi. Tanaffusdan so'ng ishga qaytish 2 barobar qiyinlashadi. Xo'sh, nima qilish kerak? Haqiqiy tanaffus bu axborotsiz tanaffusdir. 10 daqiqa davomida telefonni chetga qo'yib, derazadan tashqariga qarang. Ko'zlaringizni yumib o'tiring yoki shunchaki xonada yuring. Uchinchi odatimiz: hafta o'rtasidagi uyqu yetishmovchiligini dam olish kunlari to'plashga harakat qilamiz. Dushanbadan jumagacha soatlab uxlamay ishlaysiz yoki ijtimoiy tarmoqlarda o'tirasiz. O'rtacha 5 soatlik uyqu. Ichingizda esa taskin bor. Hech qisi yo'q. Shanba va yakshanba kunlari tushgacha uxlab, xumordan chiqquncha va kuchimni to'qlayman. Xumordan chiqquncha uxlayman va kuchimni tiklab olaman. Aslida esa bu ruhiy va jismoniy salomatlik uchun eng xavfli aldovlardan biridir. Ilmiy tilda bu holat ijtimoiy jet lag deb ataladi. Dam olish kunlari me'yordan ortiq uxlash sizni charchoqdan xalos qilmaydi. Aksincha, tanangizning ichki biologik soatlarini butunlay ishdan chiqaradi.
Dushanba kuni ertalab uyg'onganingizda organizmingiz xuddi boshqa vaqt mintaqasiga uchib kelgandek karaxt bo'ladi. Natijada haftaning birinchi yarmi davomida miya tuman ichida ishlaydi va sifatli qarorlar qabul qila olmaydi. Uyqu tibbiyot xalqaro tashkilotining ta'kidlashicha, surunkali ravishda uyqu tartibining o'zgarib turishi bosh miya korteksi hujayralarining yangilanishini sekinlashtiradi. Yo'qotilgan uyquni hech qachon keyingi kunlarda to'ldirib bo'lmaydi. Xo'sh, nima qilish kerak? Salomatlik uchun haftaning hamma kunlarida, hatto yakshanba kuni ham bir xil vaqtda uyg'onish va uxlash odatini shakllantirish lozim. Ko'pchilik fon holatida musiqa va televizor yoqib qo'yadi. Ish qilayotganda yoki uy tozalayotganda orqa fon uchun televizorni yoqib qo'yish, biror ko'rsatuv yoki musiqaviy klip ketib turishi ko'pchilikka qulaylik bag'ishlaydi. Baribir unga e'tibor bermayapman-ku, men o'z ishim bilan bandman deb o'ylaymiz. Aslida esa sizning ongingiz unga e'tibor bermayotgan bo'lishi mumkin, ammo orqa miya va eshitish analizatorlari u yerdagi har bir so'z, musiqa ritmining o'zgarishi va ovoz tebranishlarini tinmasdan tahlil qiladi. Miya ikkita oqimni ajratishga majbur bo'ladi: asosiy bajarilayotgan ish va fondagi shovqin. Bu jarayon odam kundalik hayotida sezmaydigan diqqatning yashirin charchog'ini yuzaga keltiradi. Natijada ish tezligi pasayadi va miya hujayralari qo'shimcha filtratsiya uchun ko'proq energiya sarflaydi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, 45 detsibeldan yuqori bo'lgan doimiy fon shovqini, hatto bu yoqimli musiqa bo'lsa ham, odamda kunduzgi xavotir hissini 20% ga oshiradi va fikrlash aniqligini susaytiradi. Xo'sh, nima qilish kerak? Intizom va yuqori diqqat talab qilinadigan ishlarni bajarayotganda to'liq sukunatni ta'minlang yoki faqat so'zlarsiz, past ovozli klassik musiqalardan foydalaning. 5-odatimiz: muammolarni ichingizda tinmay tahlil qilasiz. Kun davomida kimdir sizni xafa qildi, ishda xatoga yo'l qo'ydingiz yoki kelajak haqida xavotir paydo bo'ldi. Siz bu haqda hech kimga gapirmaysiz. Tashqaridan juda vazmin va xotirjam ko'rinasiz. Ichingizda esa bu vaziyatni 100 martalab aylantirasiz. Nega unday dedi? Agar bunday qilganimda nima bo'lardi deb o'zingizni qiynaysiz. Ko'pchilik buni chuqur mushohada va vaziyatni tahlil qilish deb baholaydi. Aslida esa psixologiyada bu holat ruminatsiya deb ataladi. Siz muammoning yechimini qidirmayapsiz. Shunchaki salbiy hissiyotni ichingizda qayta-qayta yashab o'tyapsiz. Eng achinarlisi, miya real voqelik bilan xayoliy tasavvur o'rtasidagi farqni ajratmaydi. Siz yomon voqeani xayolan eslaganingizda, miya xuddi o'sha xavf hozir ham sodir bo'lyapti deb o'ylaydi va qonga tomirlarni toraytiruvchi, yurak urishini tezlashtiruvchi stress gormonlarini chiqaraveradi. Bu miya energiyasining eng tez tugatuvchi qora tuynukdir. Neyrovizualizatsiya tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, ruminatsiya paytida miyaning default tizimi haddan tashqari yuklanib ketadi. Bu holat surunkali tushkunlikka olib keluvchi eng qisqa yo'l bo'ladi. Fikrlarni ichda saqlamang, muammoni qog'ozga yozing yoki yaqin insoningiz bilan o'rtoqlashing. Qog'ozga tushgan fikr miya uchun bajarilgan vazifa sifatida qabul qilinadi va undan diqqatni olib qochish osonlashadi. Miyamiz bu mukammal, ammo cheklangan quvvatga ega bo'lgan superkompyuter. Siz kun davomida qanchalik ko'p soxta dam olish usullari va ko'p vazifalilik odatlaridan voz kechsangiz, haqiqiy mahsuldorlik va ichki xotirjamlikka shunchalik tez erishasiz. O'zingizni asrang. Miyangizga to'g'ri va sog'lom dam berishni bugundanoq boshlang.